Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilar. Eslatib o'tamiz, bugun 30-oktyabr chizsosi hamda mana hozir ko'ryapsizlar, Pobeda aviakompaniyasining reysi registratsiya jarayonlari boshlangan. Aynan mana shu reysga hozir mana passajirimiz hakamimiz biletlari boradi. Sankt-Peterburg, Samara, ya'ni granitsaga borib kelish maqsadida biletlarini oformit qilib bergan edik. Bugun mana o'zlari bilan aeroportda uchrashib turibmiz. Assalomu alaykum akajon, xush kelibsiz. Qani biletni onlayn tarzda oldingiz, mana biletlar ishonchli ekan? Ishonchli. Tavsiya qilasizmi? Bu yerda hech qanday sizga biz pul berib majburan siz bilan video qilayotgan joyimiz yo'q. Haqiqatan ham shu aviakassa va Surxonga bog'lanib biletni xarid qilib olyapsiz, to'g'rimi? Gap yo'q. Mana hozir sizning biletingiz akajonim, mana pasportingiz, migratsion karta shart bo'lmaydi. Migratsion kartani chiqarib qo'yasiz. To'lka hozir bu yoqda pasport bilan посадочный talon biletingizni ko'rsatib o'tib ketaverasiz. Samaraga borib tushganingizdan keyin shu sizga berilgan telefon nomer taksiga bog'lanib, aloqaga chiqib, Avia Surxondan keldim deb aytaverasiz. Aziz vatandoshlar, ko'rib o'qib biletlarimizni har kunlik reysga o'zimiz aeroport pul qo'yadi. Bemalol ushbu videoni ostidagi telefon raqamlariga aloqaga chiqib, bizlarga ishonch bildirgan tarzda biletlarni xarid qilib olaverasizlar.